oyijon homiladorlar. Bor ekan. Haligi, men gapiray. Yedi seni qiz. Nima ovqat emasmi? Kelin G'azalferimdan so'rayman. Bu adashmasam o'zi qog'oz. Nima? O'zi? Nungi qog'ozigimi? Udir. Endi tushundim. Oyijon homiladorlar. Jinnim sizga qolini. Do'stingga o'xshamayapti u. Lekin bo'lani otasi kim, ha? Ha, boqam aka, biza tomonlarda bekorga o'ralashib yurmagan ekanlar-da. Bo'ldi qilinglar. Umuman xayolga kelmaydi narsalarni o'ylashinglar qarab. Miyanglar bormi? Joyidami o'zi? Boqam 80 yoshda bo'lsa nima bo'ladi bu yog'i? Ha, nima 80 voy, 90 voy, 100 voylar ham bo'lar balkim. Bilmam ular g'alati shunday bo'libdi-ku. Tushunmadim qanaqasiga, buni вообще iloji yo'q-ku. Yulduz bir nima deysiz, ko'p kitob o'qigansiz. Man agar tarixdan olib qaraydigan bo'lsak, bunaqa voqealar bo'lgan. Ota bobolarimiz 70-80 da ham farzandli bo'lishgan. O'shaning uchun ham 70 voy, 80 voylar tug'ilganda. Ha, bitta harakatlarni mehnatlan qilib, qozi qartalarni yeyishgan uchun kerak, to'g'rimi? Voy, tamom, ko'nglim ayni tordingiz. Sabrishini qilsin. Shoshmanglar. Oldin mamoni hal qilib olaylik. Shundacha tug'iladigan bola bizga kim bo'ladi? Qayni singil yoki qayni uka bo'ladi, o'rgilinglar. Endi shu qoluvdi. Qayni ukamizni kutini tozalab, pampers kiydirib yurishimiz. Kasha ham beramizmi hali? Kasha deganinglarga kasha yegim kelib ketyapti. Bugun kasha qilib yeylik, qizlar. Menga qaranglar, ichkarida Xonzoda bor, oyijonning kasalliklarini bilish kerak emas. Nima qilib bo'lsa ham uni ketqizish kerak. To'g'ri. Bo'lmasam sizlar bir nima qilgansizlar, yaxshi qaramagansizlar deb bizani ayblaydi. Qaysi singil kenayishdan rozi bo'lgan? Shimilda, men tashqarini qarab kelib, kimdir eshitib turgan bo'lmasin? Tretskiy seramida hamma gapi kimdir eshitib qoladigan. Devori ham qulog'i bor. Menga qaranglar, qayni singlimizdan qutulmasak bo'lmaydi, bo'lmasa oyijon hamma vasiyatni unga qoldirib ketadilar. Qayni singildan o'lib qutulasan faqat. Odammi qorasi? Nima edi? Olasi. Odammi olasi ichida ekan deb shuni aytsa kerak-da. Devlar o'lib. Nima edi kenayi? Sulaymon o'lib, devlar qutulib. Rahmat Yulduz kenayi. Sulaymonlar o'lib, devlar qutulibdi deb shunga aytsa kerak-da. Hammini hali quritaman. Oyim o'lganlari yo'q hali. Hammasini zapis qilib olganman. Hozir akamga telefon qilaman.